Ay, Nazar, mana. Acab uzun ayol qaldinglar-ku. Mening vaqtim bak qimmatlik. Tozimi nasbasti. Baya topshirib olgan mashinamni sizivatdinglar. Doktor tekshirish haqi bilan tengish haqiga 500 yuan oldi. So'ngakning asliga kelishi uchun 50 ming yuan ketadi ekan. Nima? 50 ming? Hay goday. Pulning dardida sarang bo'ldingizmi nima? Ha, bildim. Mening pulim borligini ko'rib, qaqti-soqti qilmoqchi ekansizlar, ha? Xon qiz, biz sizni qaqti-soqti qilmadik. O'zingiz mashina haydab balamni siz so'qivatdingiz. Ishonmasangiz mana bu talon. Bo'lmasa chiqib doktordan so'rab baqsaq bo'ladi. Osh, mau mehnat qulingizni yer tating, ha? Kim sizni balangizga yaxshi qarmasin debdikan? Uning ustiga sizlardek odamlarni so'qivatsam nim bo'pti? Qisqacha bir tiyinmi chiqamayman. Siz o'zingiz mashina haydab o'tib telefon o'ynag'achqa balamni so'qivatdingiz. Ha. Endi oq qorni ostini ustin qilmoqchimi? Nimandaq yo'lsiz siz? Hey, men shundaq yo'lsiz. Nima qila olaytingiz? Siz mening kimligimni bilamsiz, bilmamsiz? Sizning kimligingiz bilan mening nima ko'rin? Qatnash qoidasiga xiloflik qilgan ekansiz. Cho'qim to'lam to'laysiz. Sizlar meni qaqti-soqti qilmoqchi shundaqmi? Ona bola ishkinglar bu ishqa xeli pishqangu deyman. Sizlar shundaq mekorlik qilib pul tepib, vaqti kelsa rostila o'lib qolishdan qo'rqmamsizlar? Qisqasicha, bir tiyinmi pul chiqamayman. Bu 50 mingga berib, so'mka qildim yaxshi. Baş direktor, ansam kichik bekzodi darvoza oldir ekan. Davomli qizdinglar. Xo'p, yuringlar. Arslan aka, Nega borsiz? qo'yib biting, ha? Qo'yib etmayman. Qo'yib biting, deyapman. Qo'yib etmayman. Arslan aka,